Men yana namunani oldilariga keldim. 4 yil oldin meni licheni qilgansiz, o'sha 5 yil oldin. 4 yilda 3 ta bola tug'ib tashladim. Bilasiz, har doim aloqada bo'lib turamiz. Qizlar namunani lichenalari bilan men o'zi har doim licheni olib berardim. 4 yilda 3 ta bola tug'dim. Alhamdulillah, hech qanaqa bezi ham, beshikaz. Tug'gunimgachadan har doim meni ko'rigimni ko'rib turadigan namuna bo'lgan. Tug'gunimgacha ham bo'lgan. Ichadigan vitaminlarimni, ko'radigan nima muammolar bo'lsa, har doim namunaga kelganman. Shuning uchun hozir yana menga licheni qilib berasiz. Nima yilda o'sha ko'rikdan o'tib turish kerak-ku, ginekolog ko'rigidan. O'shanga oldizgani keldim. Sog' bo'ling. Bularni doim kuzatuvda olib borganmiz, lekin 1,5 yildan beri ko'rganim yo'q edi. Mana keldilar. Yaxshilab tekshirishimiz kerak. Xudo xolisa tuzalib ketdi.